Qo'limda mana iPhone 16 Pro Max turibdi. Buni anchadan buyon ishlatib kelaman va uni mana bu korobkadan unboxing qilib olganman. Unboxingni ko'rsatishim shart emas, chunki bu hech kimga qiziq ham emas. Ya'ni yangi sotib olganman. Bir ancha vaqt bo'lib qoldi. Endi aynan mana shu galgi videomizda mana bu iPhone 16 Pro Max haqida gaplashib o'tamiz, chunki allaqachon bunga taqdim qilinganiga 6 oydan oshib qoldi va hype'lar tushib bo'lgan. Ya'ni endi iPhone 16 Pro Max sotib olish kerakmi, yo'qmi, puliga arziydimi yoki yo'qmi degan savollarga aniq javob berishimiz mumkin. Bu smartfon haqida gaplashar ekanmiz. U aynan korobkasidan nimalar bilan birga keladi. Juda ham oddiy. Korobkasini ochganingizdan keyin aynan mana shu smartfonni o'zi, iPhone 16 Pro Max'ni o'zi hamda USB Type-C ga USB Type-C lik kabel chiqadi. Bo'ldi. Boshqa ichidan hech qanaqa qo'shimcha komplektatsiya chiqmaydi. Hattoki hozirgi vaqtda Apple'ning stikerlari ham bu qutisiga qo'shib berilmayapti. Undan keyin dizayniga e'tibor beradigan bo'lsak, umuman olganda bu iPhone 16 Pro Max'lar 4 ta rangda keladi. Bular qora, oq, titan rang hamda mana bu yilda nisbatan modaga aylangan Desert Gold rangi hisoblanadi. Men o'zim ham Desert Gold olganman. Bu shaxsan o'zim uchun emas, sovg'a sifatida olganman oilamga va u uchun albatta mana shu Desert Gold rangi juda ham yaxshi rang hisoblanadi. Hamda dizaynda ochiqni aytganda 15 Pro Max dan yoki 14 Pro Max dan keladiganlar unaqa katta farq sezmaydi. Chunki umuman olganda uning aytaylik chap yon tomonida ovozni past baland qiladigan tepa qismida action button bor. Bu hozirgi vaqtda deyarli barcha iPhone'larda qo'yiladi bu action button tugmasi. Hamda uni o'ng tomonga e'tibor beradigan bo'lsak, bu o'sha smartfonni qulflaydigan qismi hisoblanadigan bo'lsa, uni pastki tomonda eng asosiysi demak kamera kontrol tugmasi mavjud. Dizaynida o'zgarish asosan shu kamera kontrolda desak bo'laveradi bu iPhone 16 seriyasidagi smartfonlarda. Orqa qismlarida unaqa katta o'zgarish mavjud emas. Ko'rib turganingizdek 3 ta bortib turgan kattagina kameralar mavjud. Bundan tashqari uning pastki qismida iPhone 15 larda taqdim qilingan o'sha USB Type-C tiqini mavjud. Ya'ni bundan buyog'iga endi Lightning kabel bilan emas, USB Type-C bilan zaryadlash mumkin hisoblanadi. Bundan tashqari iPhone 16 Pro Max ning mana bu yon chet ramkalari bular barchasi titandan tashkil topgan, ya'ni titan ramka. Shu tursin, ba'zida titansa ba'zi birlar o'ylarkanki, butun smartfon titandan tashkil topgan. Yo'q, unaqa emas. Mana bu orqa taraf aslida bu shisha. Shunchaki muted deydi, ya'ni bu anaqa nima desam, shisha bo'lgani bilan ushlasangiz barmoq izi qolmaydigan darajada yaxshi silliqlangan shisha hisoblanadi. Old tomoni ham ekran ham shisha albatta, faqatgina uning ramkalari, ya'ni yon tomonlarigina titan hisoblanadi. Umuman dizaynida shunaqa. Aytib o'tgandek, iPhone 14 Pro Max yoki 15 Pro Max lardan kelganlar dizaynda unaqa katta o'zgarish sezishmaydi. O'zi 12 Pro Max, 13 Pro Max da ham shunaqa. Lekin ayniqsa 14, 15, 16 larda umuman bir-biridan farqlash o'ta qiyin hisoblanadi. Mana shu yerda bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Pastda donat uchun link qoldiraman. Iloji boricha qo'lingizdan kelgancha donat qilib mana shu kanalni qo'llab-quvvatlasangiz biz juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Keyingi eng muhim jihat bu albatta bu smartfonni ekrani hisoblanadi. Ekran kategoriyasida bu smartfon anchagina katta ekranga ega. iPhone 16 lar seriyasidagi eng katta ekran bu aynan iPhone 16 Pro Max ning hisoblanadi. Hamda u 6.3 dyumlik LTPO OLED displeyga ega. LTPO OLED degani bu OLED displey hamda 120 Hz lik, demak, ekran tezlanishiga ega degani. Albatta 2025-yilda hozirgi vaqtga kelib barcha smartfon 120 Hz ga ega bo'lishi kerak. Albatta bu endi 2024-yilda taqdim qilingan. Hamda bu smartfon demak 120 Hz lik ekran tezlanishiga ega. Shu bilan birga uning yorug'ligi eng kichkam o'sha 1000 nitsdan, odatiy holatda 1000 nitsdan eng o'sha quyoshga chiqqaningizda 2000 nitsgacha yorug'likka ko'tariladi. Juda ham yorug'. Umuman olganda iPhone'da bu iPhone 16 seriyasidagi smartfonlarda ekran yorug'ligidan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Maza qilib ishlatasiz, quyoshda ham, ichkarida ham. Bundan tashqari u aynan
keramik shield keramik shield, ya'ni o'sha keramik himoyali oyna bilan jihozlangan. O'shaning uchun uni oynasi nisbatan anchagina mustahkam. Hozircha men hech qanaqa muammo sezmadim oynasida. Hamda endi aytish anaqa nima deydi, biroz g'alati tuyuladi, lekin bunda mana bundoq yopib qo'ysangiz ham ko'rsatadigan always on display ham mavjud. Endi g'alati, bu Android smartfonlarda 10 yildan oshib ketdi always on displayni borligi, lekin 16 Pro Max'larda ham shu funksiya bor, eslatib o'tish kerak, chunki 16larda yo'qda bu. Endi undan keyingi yana bir asosiy funksiya bu albatta bu iPhone 16 Pro Max'larning kamera funksiyasi hisoblanadi. Kamerasida ko'rib turganingizdek, orqasida 3 ta kamera bo'ladigan bo'lsa, buni demak yuqori kamerasi mana shu ultra wide kamera hisoblanadi. Bu 48 megapiksel. Undan tashqari uni pastida joylashgan asosiy kamerasi ham 48 megapiksel, hamda mana bu yerdagi 3-kamera esa bu telefoto kamera hisoblanadi. U 12 megapiksel hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, demak 48 hamda 12 megapiksellik orqa kamerasi 3 ta kameradan tashkil topgan bu smartfonni va old kamerasi 12 megapikseldan tashkil topgan, ya'ni selfie kamerasi ham. Bu degani bu iPhone 16 Pro Max'lar soddroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, qanaqa formatda rasmlar ola oladi. Bu ultrawide 0.5x bor, ya'ni keng qilib oladi-yu, 0.5x da bemalol rasmga tushira oladi. 1x, 2x hamda 5x da. 5x bu mana shu telefoto uzoqroqni olib ko'rsatadigan rasm hisoblanadi. Demak, mana shu 4 ta formatda 0.5x, 1x, 2x hamda 5x da rasmga ola oladi. Bu degani undan uzaytirib 10x da zoom qila olmaysiz degani emas. Albatta bemalol zoom qilishingiz mumkin. Lekin mana shu format doimiy formatlar hisoblanadi hamda eng yaxshi sifatda mana shu formatlarda rasmga ola oladi demoqchiman. Xolos, bundan tashqari unda makro fotografiya bor. Bu degani makro fotografiya juda ham yaqindan rasmga olsangiz yaxshi rasmga olib beradi-da. Misol uchun aytaylik, gilamni bundoq yaqindan olib borib olishingiz yoki bo'lmasam biror bir gulni yaqindan rasmga oladigan bo'lsangiz, u juda ham chiroyli ranglarda o'sha rasmni chiqazib bera oladi. iPhone 16 seriyasidagi smartfonlarning kamerasida yana bir juda ham ajoyib funksiya bu videosidagi audio mix funksiyasi bo'ldi. Ya'ni siz shunchaki videoni olasiz, undan keyin audio mix orqali siz smartfonni ovozini sozlashingiz mumkin, ya'ni videoni ovozini sozlashingiz mumkin. Old ekran yoki orqa ekranga qanaqa olayotganingizga qarab ovozni o'sha tarafdan keladigan qilishingiz mumkin. Hozir endi men sizga aynan mana shu iPhone 16 Pro Max'da rasmga olingan rasmlarni hamda videolarni keltirib o'taman. Mana men hozir iPhone 16 Pro Max'ni selfie kamerasida shovqinli joyda 4K 60 fps da video olyapman. Ko'rib turganingizdek, hech qanaqa montajsiz, quyoshlar bemalol yuzimga tushganda qanaqa ko'rinishni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu esa aynan shu holatda audio mix orqali ovozi yaxshilangan, ya'ni men gapirib turibman, meni ovozim qanaqa borishini nisbatan to'g'rilab bergan varianti hisoblanadi. Bu yerda esa iPhone 16 Pro Max'ni asosiy kamerasida, ya'ni orqa asosiy kamerasida 4K 60 fps da videoga olyapman. Hech qanaqa audio mix bilan ovoz to'g'irlanmagani. Mana bu esa audio mix orqali ovoz to'g'irlangani, siz uni videoga olib bo'lgandan keyin bemalol to'g'irlashingiz mumkin bo'ladi. Videoga olmasdan oldin to'g'irlash shart emas. Bunda ham montajsiz ko'rib turibsiz, qanaqa chiqishiga o'zingiz baho bersangiz bo'ladi. Mana bu yerda esa 208K 60 fps da olingan action modda, ya'ni action mod degani qimirlamaydi. Boyaqilardan e'tibor bergan bo'lsangiz, bu nisbatan stabilniy chiqish kerak video. Mana shunaqa action modda olsangiz, vlog qilayotgan bo'lsangiz, anchagina sifatli chiqadi, qimirlamasdan. Hatto mana qimirlatyapman, shunda ham unchalik sezilmaydi. Hamda hozirgi vaqtda demak audio mix orqali to'g'irlangan variantini ham ko'ryapsiz. Mana shunaqa agar vlog oladigan bo'lsangiz, audio mix orqali ovozni to'g'irlab, action modni yoqib qo'ysangiz, o'sha qimirlashini nisbatan to'xtatib turadi bu kamera. Mana bu yerda 0.5x da olingan surat, uni endi esa 1x da olingan varianti, undan keyin 2x da olingan varianti hamda mana bu esa 5x da olingan varianti hisoblanadi. Bu esa aynan selfie kamera hamda selfie kamerada olingan kengaytirilgan rasm hisoblanadi.
Va bu iPhone 16 Pro Max'larning kamerasi haqida gapirayotganda mana bu kamera kontrol tugmasi haqida ham gapirib o'tishimiz kerak. Kamera kontrol tugmasi ochiqni aytganda foydasiz tugmalar desak ham bo'laveradi. Balki mobilograflar yaxshiroq ishlata olar, lekin odatiy holatda ko'pchilik bu kameralarni unaqa ishlata olmaydi. Kameralar ichida ham anchagina ko'pgina kuchli funksiyalar mavjud, tonlarni o'zgartirish, har xil funksiyalar, lekin ular odatiy holatda ko'pchilik ishlatmaydi. Bundan tashqari bu kamera kontrolni bosib ishlatishni ham bilish kerak. Qattiqroq bosish, yumshoqroq bosish, 2 marta bosish, shunaqa funksiyalari mavjud. Bundan tashqari uni mana bunaqa gorizontal shaklda ishlatishingiz kerak. Vertikal shaklda ishlatadigan bo'lsangiz, bu anchagina noqulay, o'ta noqulay hisoblanadi. Ko'pchilik bunaqa shaklda ishlata olmaydi. Mana o'zim ham bu smartfonni qachondan buyon ishlatayotgan bo'lsam, deyarli kamera kontrol tugmasini ishlatganim yo'q. Ko'pchilik buni ishlatmaydi. Bu shunchaki o'sha anaqa kamerani ochish uchun yaxshi bitta tugma deyish mumkin, lekin ochiqni aytganda unaqa chiqib olib maqtanadigan darajadagi smartfonning asosiy funksiyasi emas bu tugma. Ko'rib turganingizdek, rasmlarni olishda, videolarni olishda mana bu smartfon juda ham yaxshi. Top smartfonlardan biri. Albatta, men kameraga kelganda mana shu 16 Pro Max ni kamerasini tanlagan bo'lardim bu yildagi smartfonlar ichida. Chunki baribir doimiy ravishda yon bossangiz bo'ladigan, ya'ni ishona oladigan darajadagi sifatlik rasmlarni, videolarni chiqazib bera oladi hamda bunda 4K 120 fps lik darajadagi videolarni olishingiz mumkin asosiy kamerada. Buni mobilograflar tushunadi. Kerak bo'lsa, o'sha funksiyalarni ham ishlatishingiz mumkin. Umuman olganda kamerasiga gap yo'q desam bo'ladi. Bu maqtash emas, shunchaki haqiqatni aytish kerak. Undan tashqari keyingisi ishlash tezligi, ya'ni hardverga keladigan bo'lsak, bu iPhone 16 Pro Max'larda 3 nanometrlik Apple'ning A18 Pro protsessori qo'yilgan. A18 Pro protsessor anchagina kuchli protsessor hisoblanadi. Mana bu yerda buni o'sha Snapdragon 8 Elite yoki 8 4-avlod protsessori bilan taqqoslangan benchmarklarni ko'rishingiz mumkin. AnTuTu'da albatta bu yerda Snapdragon 19% gacha kuchli natija ko'rsatgan bo'lsa, Geekbench 6 da e'tibor beradigan bo'lsak, A18 Pro single core da 58% gacha, multi core da 23% gacha kuchli natija ko'rsatganini ko'rishimiz mumkin. Shu sababli ham aytishimiz mumkinki, bu A18 Pro protsessor o'ta kuchli protsessorlardan, ya'ni hozirgi vaqtda sizga kerak bo'lgan barcha ishni qilib bera oladigan protsessor hisoblanadi. Bundan tashqari bu 16 Pro Max'lar 8 GB lik tezkor xotira bilan birga keladi, ya'ni RAM bilan birga keladi. Bu 8 GB lik tezkor xotira albatta Apple Intelligence uchun ishlatilgan aslida. Lekin afsuski iPhone 16 Pro Max'da ham, umuman iPhone 16 seriyalaridagi Apple Intelligence hali o'zini oqlamadi. U haqida gapirish shart emas. Doimiy xotirasi esa 256 GB dan boshlanadi va 1 terabaytgacha uni anaqa kengaytirishingiz mumkin. Kengaytira olmaysiz, ya'ni 1 terabaytgacha bo'lgan variantlarni sotib olishingiz mumkin. 256 GB lik sotib oldingizmi, bo'ldi, o'sha 256 bilan birga qolasiz. Shu sababli o'ylab ko'ring, sizga qanaqa xotiralik kerak. Menda hozir bu yerda 256, chunki menga 256 bemalol yetadi oilamga ham. Shuning uchun 256 GB lik variantdan sotib olganmiz bu smartfonni. Endi aynan ishlash tezligida eng ko'pchilik so'raydigan narsa o'yin. Albatta o'yinlarni bemalol ko'taradi, o'ynashingiz mumkin. Men buni sizga hozir misol qilib keltira olmayman, chunki meni kanalimni kuzatib boradiganlar biladi, men o'yin o'ynamayman odatda, hamda bunga unaqa katta qiziqishim ham yo'q. Endi software, ya'ni tizimga keladigan bo'lsak, tizimda bu iOS 18 da keladi. Ya'ni 2024-yilda taqdim qilingan iOS 18 versiyasida keladi. Bu smartfonni sotib olganingizdan keyin bemalol kamida 5 yil, bo'lmasam 7 yilgacha software update kelib turadi. Sotib olib bemalol 5 yildan 7 yilgacha yangi tizimlarni o'rnatishingiz mumkin. Undan muammo jihati yo'q. Asosiy jihati albatta batareyasiga keladigan bo'lsak, bu smartfonni simsiz quvvatlashda bu 25 vattgacha, ya'ni o'sha wireless deydi, tezkor quvvatlashi mavjud, hamda sim bilan, ya'ni o'sha Type C lik sim bilan zaryadlaydigan bo'lsangiz, quvvatlaydigan bo'lsangiz 45 vattgacha tezkor quvvatlashingiz mumkin bo'ladi. Bu degani endi nisbatan tezroq quvvatlashingiz mumkin. Oldin faqat 25 vattgacha edi. Ana endi uni smartfonni milliamperga keladigan bo'lsak, batareyasini 4685 milliamperdan tashkil topgan. Albatta aytishingiz mumkin, bu bunaqa hajmdagi smartfonlar uchun eng kichkina hajmli batareya hisoblanadi. Lekin
uni tizimidagi bo'lgan moslashuvchanlik, bir-biri bilan kelishuvchanlik sababli bu juda ham kuchli batareyaga ega smartfonlardan hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda 3 ta eng katta, ya'ni eng zo'r smartfonlar bilan taqqoslanganda Apple ning iPhone 16 Pro 16 Pro Max smartfoni 17 soat 18 minutgacha quvvatlash yetib bergan aralash holatda ishlatilganda. Endi Xiaomi 15 Ultra 5410 mAh ga ega bo'lib turib 16 soat 13 minutgacha hamda Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 mAh batareyasi bilan 14 soat 49 minutgacha aralash holatda, demak, zaryad yetib bergan. Ko'rib turganingizdek, uni milliamperi kichkina deganingiz bilan sizga juda ham har qanday heavy use, ya'ni rosa ishlatgan taqdiringizda ham bu bir kundan uzoqqa yetib bera oladi. Odatiy holatda ishlatsangiz bemalol 2 kungacha ishlatishingiz mumkin. Ya'ni siz 100% qilingan ertalab, bilmadim, 7 da yo 8 da sug'urib ketsangiz 100% lik holatida kechki vaqt soat 10 da yo 11 da yotganingizda kamida 40%, 50% gacha yoki 30% bemalol zaryad qo'shimcha qoladi. Shu sababli bir kundan oshiqqa yetadigan quvvatga ega batareyasidan umuman muammo mavjud emas. Ana endi eng asosiy jihati narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi vaqtda, ya'ni 17-aprel sanasiga ko'ra, buni 8 GB tezkor hamda 256 GB doimiy xotiralik varianti bozorlarda $2220 atrofida topishingiz mumkin. Albatta, ranglariga qarab birozgina narxlar farqlanishi mumkin O'zbekistonda. Endi eng asosiy savolga keladigan bo'lsak, bu smartfon narxiga arziydimi? Albatta $1220, umuman $1200 bu juda ham qimmat boshqa smartfonlar bilan taqqoslab ko'radigan bo'lsak, lekin bu smartfonni qayta sotishingiz yoki bo'lmasam uzoq muddat sizga ishlab berishi, shularni hisobga oladigan bo'lsangiz, ha, arziydi. Men o'zim sarflaganman, sarflashga to'g'ri keladimi deydigan bo'lsangiz, ha, keladi. Pulingiz yetadimi? Imkoniyatingiz bormi? Sotib olsangiz bo'ladi. Yo'q, imkoniyatim yo'q buncha pul sarflashga deydigan bo'lsangiz, buni o'rniga kimlardir bemalol iPhone 16 ni sotib olishi mumkin. iPhone 16 haqida keyingi videomizda albatta gaplashib o'tamiz. Uni nima deydi, o'tkazib yubormaslik uchun kanalga albatta a'zo bo'lib qo'ying. Demak, agarda siz bemalol pul sarflay olaman, menga shu narx ko'taradi deydigan bo'lsangiz, sarflasangiz yutqazmaysiz, chunki keyinchalik bu smartfonni sotganda ham yaxshigina qaytam qilib olishingiz mumkin. O'zi kim uchun bu smartfon deydigan bo'lsangiz, batareya o'ta muhim bo'lgan insonlar uchun albatta 16 Pro Max ni maslahat bergan bo'lardim, chunki batareya quvvati juda zo'r. Bundan tashqari katta ekranli anaqa smartfon xohlaydiganlar hamda mobilograflar uchun bu smartfon ideal hisoblanadi. Har taraflama batareya maza qilib ishlatishadi, kattagina ekran, kameralari o'ta zo'r. Mana shunaqa mobilograf, batareya quvvati juda o'ta kerak yoki kattaroq smartfon xohlaydiganlar uchun bemalol mana shu 16 Pro Max ni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda mana shu smartfon haqidagi fikrlarim shulardan iborat edi. Agarda savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring, biz ularga albatta javob berib o'tamiz. Hozircha keyingi videomizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.